Biz hozir Xitoyda Urumchi shahridamiz. Muhammad Ali aka men brend do'koniga kirganmiz. Bu yerdan ham har doim kelganimizda chiroyli zo'r narsalarni olib qaytamiz. Hozir mana pilet naborlarni olyapmiz, bir kishilik. Undan tashqari bu yerdan ham har xil pastellarni olamiz. Hermeslar ham bor ekan. Yaxshi zo'r narsalar bor bu ekan do'konda. Ammo ular ham yangilik narsalar. Parko'rpalarning ham chiroylilari bor. Tetskilar. Ko'rasizlar. Bu xonani sezoni endi keladi, hademay o'zi har kelganda orada video qilib berdim. Kanalimizga obunachilar biladi. Hadyolar zo'rlari bor. Ularda ham siz azizlar uchun ozgina video qilib qo'y deb 2 minutga vaqt ajratdim. Narxlar yaxshi. Xitoyga kela olmaydiganlar bizdan xarid qilsalar ham bo'ladi, boshqalardan ham. Kelmoqchi bo'lganlar nomer qoldirib qo'yamiz kommentariyada. Pastda ham chiqadi videoda. Shu aloqaga chiqsalar ham bo'laveradi. Mana Dior radiolar ham zo'r ketyapti. Juda bir ajoyib. Ko'rinishi ham, sifati ham. Ular ham chiroyli ekan. Dantellar. Mana shunaqalarda optim oladiganlar ham aloqaga chiqaverasizlar. Press ham chiqarib beraveramiz, xudo xolasa. Xolasizlar bu yerdan, xolasizlar O'zbekistondan. Men brend. Har xildan bor. Super satin James Kelly'lar bor ekan. Bilet naborlar, bir kishilik, 2 kishilik, hamma turidan bor. Bizni kuzatib boringlar, asosiy kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, yaxshi videolarni ko'rib borasizlar. 1-2 kunda boshqa yangi bozorlarga ham boramiz. O'shlarni ham obzor qilamiz. Mana bar borishlari ham original zo'rlar.